Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Inshaalloh bugun 29-aprel, haftaning chorshanba kuni yog'ingarchilik bo'ldi bizda Andijonda. Qulpinoylarimiz holati teplisaga polni ekib bo'ldik. Bu yoqqa ochiq ildiz ekkamiz bir qatorga, yana bir qator o'ndaroqdan u yog'iga ochiq ildiz ekkamiz, ko'chatimiz yetmagani uchun. Endi o'tdan tozalash vaqtlari keldi. Bir qator ildiz stimulyator beramiz. Ob-havo ochilib ketib, kun chiqqandan keyin setkalarni olib kelib qo'ydik. 55% ko'k setkadan to'liq qilib tortib, ildiziga ishlaymiz birinchi. Undan keyin oziqalarni berishni boshlaymiz inshaalloh. Bir 3-4 kun o'tkazib, mana yozda hosil olish uchun ham ko'chat olish uchun ekilgan ko'chatlar. Ko'chatlarimiz 4000 tadan necha oshiqroq ko'chat ketdi. Mana shu yerga 6 so'ti joyimizga. Inshaalloh holatlari hozircha oziqa berganimiz yo'q. Birinchi o'rinda ildizni yurgizib olishimiz kerak. Ildizni baquvvat qilib olib, xohlagancha oziqalarini, albatta pH, YS'ini o'lchab, normada qilib bergan holatda beramiz. Azizlar, bu chekkada 2 qator Murano ekilgan, 4 qator Cabrillo sort ekilgan. Bularni so'liganiga ahamiyat bermaysizlar. So'ligan taqdirda ham eski barglari so'ligan, yangi o'rtadagi gavhar chiqaryapti mana. Bularni bir haftadan keyin bitta tozalab qo'yamiz. Ildiz dorilar bergandan keyin o'sib, oljab inshaalloh chiroyli bo'lib chiqadi. Bu kasetada ekilgan ko'chatlarimiz. Murano. Chiroyli bo'ladi. Agrovoloknoning foyda tomoni hamma bilsa kerak, lekin issiqda juda ham foydali. Ko'pchilik qishda bundan hosil olmaydi deydi, albatta, lekin namlikni me'yorida qilib, qish kunida bu yerda 2 qavat bu yoqdan dugaga qilib, tandonga o'xshatib turib, 2 qavat termiz qilingandan keyin pishaveradi. 3-qavatga agrovolokno, oq agrovolokno yopamiz обязательно. O'shunda hosil olsak bo'ladi, istimagan holatda ham. Endi avvalo anomal sovuq bo'lmasin. Bo'p qolsa olamiz, lekin bo'lmaydigan bo'lsa inshaalloh rizqqa yarasha bu yerdan anchagina meva chiqib turadi. Shuncha joydan.